Bir kun kelib, hayit bayrami uchun birimiz, ikkimiz, 3 xil chakchak pishira olishdan deyishsa ishonmas edi. Hozir o'sha oson chakchak retseptlarini o'rgatib qo'yaman. Xamir uchun kerakli masalliqlarni videodagi yozib qoldirdim. Birinchi korolevskiy chakchagimiz uchun xamir o'ngga bo'lib olamiz. Qog'ozda yupqa qilib yoyib, xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Orasi yopishib qolmaslik uchun un sepforsa ham bo'ladi. Teng o'rtasidan ochgan xamirimizni aylantiramiz. Chetlarini bo'lsa barmoq bilan siqib, qovurib olamiz. Ikki tarafini. Olovimiz o'rtacha bo'lishi kerak. Ikkinchi gulli chakchagimiz uchun katta qilib yoyilgan xamirni xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Buning uchun bizga yana arra pichoq kerak bo'ladi. Endi e'tibor beringlar, o'rtasigacha olib boramiz, lekin oxirigacha kesib olish kerak emas. O'rtasiga tuxmoq surtib, xamirlarni shu tarzda yopishtirib chiqamiz. Ustidan qattiqroq bosib, qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Eng oxirgi o'rima chakchak uchun lentasimon kesilgan xamirni sushi cho'piga o'rab, aylantirib tez qovurib olamiz. Bu orada siropimiz qaynab, sovishga ham ulgurishi kerak. Sovuq siropga pishib sovigan chakchaklarimizni botirib olib, kunjutdan sepib, bezatib dasturxonga tortsak bo'ladi. Xamirning mazasi juda ham zo'r bo'ladi. Shunday og'zingizda erib ketadi. Videoni o'zidan bilayotganda, xamir sirop bir xil bo'lgani bilan ikkala chakchaklarning ham mazasi bir-biriga umuman o'xshamaydi. Oddiygina o'rama chakchak ustiga shakar upasidan sepsak kifoya. Qisirlab og'zingizda eriydi. Kelayotgan hayit ayyominglar muborak bo'lsin. Nusrat restoranining eng qimmat salatini tayyorlaymiz. Salat barglarini yuvib tozalab idishga solib, limon suvi, olivka yog'i, anor sousi va ozgina asal bilan aralashtiramiz. Kerakli idishimizga solib, ustidan pomidor, anor donachalari, kishmish magizi, xohishga ko'ra golubika, yong'oq va eng asosiy masala turkcha tulum pishlog'idan sepamiz. Yana ko'p qilib anor sousdan quyib, to'g'ralgan ko'k olma bilan dasturxonga tortamiz. Qarabsizki, $100 teng Nusrat salatimiz tayyor. Iftorligiga 10 daqiqa qolganida ovqat qilish esligiga tushsa, sizlarga go'shtlari yumshoqqina bo'lib pishadigan mazali taom retseptini o'rgatib qo'yaman. Bonfileni siri chiqquncha qovuramiz. Ziravorli sepib, piyoz bilan dimlab qo'yamiz. Ungacha tezgina kartoshkalarni pare to'g'rab, baland olovda qizartirib olamiz. Endi alohida pare qilib to'g'ralgan qo'ziqorinlarni ham qovuramiz. Kartoshka ustiga qovurilgan qo'ziqorin, dimlangan go'sht, tuz va murchlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Ustiga ko'k piyoz sepib, dasturxonga tortamiz. Beef fresh bilan yana ham mazali. Shokoladli braunini 3 dona mahsulotdan tayyorladim. Shokoladli pasta, tuxum va unni aralashtirib, kerakli idishimizga solamiz. Xohishga ko'ra yong'oq sepib, duxovkada pishirib olsak bo'ldi. Haqiqiy amerikancha brauni xuddi shunaqa bo'ladi. Usti qarsildoq, ichi esa xuddi yumshoq shokoladdek. Issiqligida muzqaymoq bilan yeb ko'ringlar. Eng qimmat restoranda ham bunaqa ta'm topolmaysizlar. Hayit dasturxoni uchun uyda bor mahsulotlardan arablarni 1001 kecha tortidan pishiramiz. Topishga harakat qilib ko'ringlar-chi. Nimadan tayyorladim? To'ppa-to'g'ri. Arab xurmosini olib, daliladan tozalab, ustiga qaynoqqina sut quyamiz. Yarim soatdan keyin qolgan hamma mahsulotlarni solib aralashtirib, xohishga ko'ra yong'oqlardan ham qo'shsak bo'ladi. Qolipga solib, qizib turgan duxovka pechida pishirib olamiz. Bu tort uchun umuman mikser ishlatilmaydi. Hattoki krem uchun ham kerakli masalliqlarni aralashtirib olsak bo'ldi. Sovigan korshimizni teng 3 ga bo'lib, har bitta qavatiga krem surtib, ustma-ust terib chiqamiz. Bir kecha xolodilnikda turishi kerak. Ustini umuman bezatmasa ham bo'ladi. Lekin eritilgan shokolad bilan juda ham mazali va juda ham chiroyli bo'ladi. Xurmolar qolib ketgan bo'lsa, albatta pishirib tatib ko'ringlar. Nimaga shu paytgacha bir marta bo'lsa ham Navro'zda qatlama bilan holvaytar pishirmagan? Sinab ko'rish vaqti keldi. Holvaytar uchun necha stakan shakar kerak bo'lardi? Holvaytar uchun odatda 1 stakan shakar ishlatiladi. Buxorocha holvaytar uchun shakar bilan yog'ni past olovda to'xtalari bo'lguncha eritamiz. Issiq suvdan qo'yib 10 daqiqa qaynatamiz. Alisa, taymerni 10 daqiqaga qo'y. Tayyor. 10 daqiqa. Unni shundoqligicha solmaylar. Suv bilan aralashtirib olib, qumoqlari qolmagandan keyin qozonchaga solib, yana uzoq qaynatamiz. Endi uzoq emas, 40 daqiqa. Ungacha qarsildoq issiqqina qatlamani qovurib olamiz. O'zi holvaytarni nimaga qatlama bilan yeyisharkan? Hammasi tayyor, nimadir yetishmayapti. Voy, rostdan shularni o'zim pishirdimmi? Ishonib kelmayapti. Ba'zida boshlash uchun ozgina yordam o'zi kifoya. O'zgacha pardozlanajakdir.